operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsionni eshik kirdi, chiqdi, xonam hamma etaj yurgan turganlarim. Davay ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab. O'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Ha? Sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, meni xonamda polni men bilan birga parovoz, xirurglar naq qo'y. Sigaret chekib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjat yo'qdan sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yopmas klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman. Mani deb klinikaga kelganlar kemeli o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsultant klinika. Bo'ldi, qo'y. Bitta video qo'yaman, iltimos hammalar ahamiyatli bo'linglar. Hozir bu yerda bizga shunaqa ajoyib xat qilib berishdi. Boshqa narsalar bo'lyapti, boshqa narsaga aylanib ketdi. Yaxshilik bilan hal qilamiz degan narsani yomonlikka olishyapti. Bu klinikaga umuman kelmanglar. Sog'liqni saqlash vazirligi, prokuratura, davaychi aloqaga chiqinglar. Nima odam o'lib berish kerakmi? Shunchalik ham sog'liq sizlar uchun befarqmi? Biz yaxshilik bilan hal qilamiz degan holatda bu holat bo'lgani yo'q. Hozir 3 ta 4 ta jabrlanuvchi bor. Bu klinikadan jabr ko'rganlar hammasiga yozaman deb turibdi. Shunaqa tuhmatlar bilan yozishyapti. Yaxshilik bilan harakat qilib, hozir Turkiyadagi vrachlar bilan o'la berdi. Turkiyadagi vrachlar aytishdiki, bu narsani oddiy tikib qo'ysang dedi, onkologiyaga olib keladi. Buni dedi, biz 20 kun o'tamiz, srochno yuborgin Turkiyaga. Lecheniya qilib, keyin operatsiya qilamiz. Sizlar aytgan metodda qilinsa dedi, keyinchalik onkologiyaga olib keladi deb tushuntirishdi. Hozir 4 ta vrach gaplashdi konsilium qilib. Lekin bergan xatini hozir ko'ringlar, sizlarga qo'yaman. Va bundan keyingi videolarga ahamiyat mana shu yosh bola sevinchiz qo'ymagan million marta mani oldida Shoira Otabekova hamma guvoh necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra meni ozdirmoqchi bo'lib reklama qilsanglar, menga mantaqa yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb turib oldinglar oyog'inglar bilan. Endi buni qiyosyapsizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Ko'rasiz. Yaxshilik uchun qolamayapti, menga sakramasdan o'tqizingiz. Mana shu qiz qilgan komilani olib keltirib, oyog'i bilan keldimi komila sizlarga? Qo'ymadinglar-ku, Halimadan keyin qo'rqyapsiz. Guvoh kelib o'tiribdi. Halimani o'ligida borganda o'sha chizilgan edi. Kelmadi. Endi cho'zib qo'ymadinglar-ku. Reklamaga kelgin deb. Nima deyapsizlar sizlar endi? Daqiqa gapirib yubormasdan, endi mashinaga o'tirganiga bo'ldimi? Sizlarni ko'tinglarni tozalab, barakameraga borgan mashinaga o'tirib. Undan oldin nikroz bo'lgan. Yaxshilik tushunmaydiganlarga yolg'oncha gaplashaman endi. Men o'qimabman qog'ozni, to'g'risini aytsam. Men hozir o'qituvchi shok bo'lib qoldim. O'ziga tashlashyoapti, ko'rdingizmi? Nima deb yozganlar? Bizni qoniqarli chiqqan operatsiyadan, yozibdilar, qoniqarli chiqibdi operatsiyadan. Keyin biz ularga chekish, ichish, energetiklar mumkin emas deganmiz, mashinaga o'tirish mumkin emas deganmiz. Mana olmayman. Tushundingmi? Deganmiz, shunda ham bular chiqib o'tirganlar mashinaga, sigaretlar chekkandan keyin nikroz paydo bo'lgan deyaptilar. Barakameraga borishgan faqat mashinaga o'tirib, chislosi ham bor. Nikroz qachon birinchi chiqqanini ham chislosigacha bor rasm videosi bilan. Bular mashinaga o'tirgandan keyin bo'lgan nikroz deyishyapti. Uyalinglar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Billa chekib o'tirgan videolaringizni qo'yib tashlayman hozir. Hamma gapingizni qo'yib tashlang, Allohdan qo'rqinglar. Nikroz barakameraga borgani-ku. Barakameraga borgandan keyin boshlangan deyaptilar. Nikroz ikkinchi kuni bo'lgan, rasmi bor chistosi bilan. Chakkandan keyin nimadir qilgan deb yozilgan, tushunmadim. Ruxsat berilmagan, anaqa ruxsat berilmagan bo'lsa, lekin o'zlari ruxsat berganlar chekishga. O'zlari o'tirib birga chekkanlar. Bir pachkagacha ruxsat berganlar. Nima farqi bor? Sen kim o'zingga qisib yosh bola qo'timdan chiqqan bu qimsani? Sen gapirma. Sen o'zing Sen olib keltirding meni qizimni shekka. Reklamaga deb kelmayman, Halimadan keyin qo'rqaman desang. Dahoya telefon qilib yubording. Ma'qullar o'sha bo'lib kelmaganman. Barakameraga borgani uchun yara qotib qolib kichkina bo'ldi. Rahmat deylar, o'zi bordi. Sizlar hozir mashinadan keyin bo'ldi deyapsiz. Ikkinchi kunda bo'lgan o'sha rasmda bor chistosi bilan. Sen qo'shilma. Assalomu alaykum, Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Ertalab doktorning gaplarini eshitib, yana bir marta убедиться qildimki, bular mol doktor, realno mol doktor.
Normalniy doktor как aytishi mumkin? Sigaretdan, adrenalindan mashinaga o'tirgandan nekroz boshlanib ketdi. Nekroz bu doktor nimaligini bilmaydi shekilli. Men transvestit bo'lib turib, nekroz nimaligini bilaman. Nekroz кровоснабжение, аша zonaga, поврежденной zonaga кровоснабжение, kislorod yetmasa, этот кусок кожи o'ladi, odamni o'ligidek chirib ketadi. Кровоснабжение сосудаlarni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, ko'jaga, organizmga, o'sha поврежденный zonaga kislorod, qon yetib bormasa, o'sha joy chirishni boshlaydi. Qaysi miya bilan bu doktor aytayaptiki, sigaretdan, adrenalindan moshinaga o'tirgandan bo'lgan deydi. Dalba mol doktor biladi, dalbayub mol doktor. Bilak nekroz birinchi kuninglar paydo bo'ladi. Birinchi kuninglar qizarish boshlanadi. Потому что ты неправильно операцию сделал. Sen неправильно операция qilgansan. Yiban tanomasdan u yoqqa tashab, bu vinovat, u vinovat, qo'shnisi vinovat. Mashinaga o'tirgani uchun nekroz. Dalbayub nekroz birinchi kuninglar paydo bo'ladi. Operatsiyadan keyin просто xatoyini tanomagin kelmayapti. Med konsultant klinik, qassobxona dalbayob polniy. Shunchalik odam mol bo'lan, men trans bo'lib turib bilaman. Nekroz это повреждение кожи, кровоснабжение bo'lmagani uchun ko'ja o'lishni boshlaydi. Ko'koshda oltida yana bitta qiz yotibdi. O'zi qilmagan, vrach charchab ketib, yordamchilariga bergan. Yordamchilari qilgan operatsiyani. 8 soat bo'lgan operatsiya, представляете? Ko'koshda yonida bitta qiz yotibdi. U qizni operatsiya qilgan shogirdlari aytayapti, YouTube'ga qarab qildik deyapti operatsiyani. YouTube'ga qarab, odamlar bormanglar bu klinika konchiniga. Nekroz nimaligini mana men bilaman. Mana nekroz bo'ynimda. Meni ham bitta dalboyob vrach повредить qilgan mana shu joylarimni. Nekroz qorayib ketgan kojani qirqib optashamaguncha hech qachon bitmaydi. U ko'koshda yarasini atrofigacha hamma yo'q nekroz bo'lib ketgan. Bu ошибка врачей. Ошибка врачей. Bu doktorlarning xatosi, это 100%. Любой ekspertiza aytadi. Bu vrachlarning xatosi. Hozir dalbayob onasi bilan, bizni niholimiz bilan, boshqalar bilan, barchim bilan tortishib yotibdi. O bitta odamni jonini saqlab qolishdan o'rniga sen gunohkorsan, sen moshinaga o'tirgansan, sen adrenalin ichgansan, sen sigaret chekkansan deb tortishib o'tiribdi. O'ta уже mikrob tushgan organizmga, представляете? Mana shu videoni chiqarganimdan beri bir 100 tami жалоба keldi ashetta operatsiya qilganlar. Pizdets, qassobxona yo'pti va yo'mak. Mashincha shram qolib ketgan. Doktorda o'tirishini qaranglar. Men sizni videoga ruxsat bermaganman. Da блядь, Ko'kosha, не переживай, qancha расходing ketsa biz to'laymiz. Только shumixa qilmanglar deyishdi o'rniga. Sigaret chekkan. Biz qo'l qo'ydirib olganmiz aldab. Biz bilmaymiz. Nima qilasan uni? Ko'kosha aytayapti, men уже ishonmayman sizlarga. Уже ishonmayman. Bir oy ichib bola qilmadinglar. Endi gapirib chiqqanimizdan keyin esinglarga tushib ketdimi, deyapti.